Assalomu alaykum rais buva. Mumkinmi? Va alaykum assalom. Keling. Shu desangiz rais buva, ish qidirib yuruvdim. Bolalar ham katta bo'lib qoldi. Chet elda ishlagani ko'z qiymayapti. O'shanga birorta ish yo'qmikan? Xo'sh, qo'lingizda o'zi nima ish keladi? Shu qurilish, ta'mirlash, barcha ishlarni qila olamiz rais buva, qo'ldan kelaveradi. Oy, rais buva, oldingizda odam bormidi? Keyinroq kelaymi? Yo'q, kelavering. Assalomu alaykum. Uzr, bezovta qildim. Hozir 1 minut. Singil nima xizmat? Keling. Shu desangiz rais buva, ish so'rab kelgandim. Chevarxonaga borgandim. Bo'sh o'rin bo'shagungacha kutib turish kerak ekan. Shunga vaqtinchalik bo'lsa ham ish yo'qmikin deb kelgandim. Demak, ikkalanglarning masalanglar bir xil ekan. Ish qidiryapsizlar, to'g'rimi? Telefoninglar bormi? Ha, bor. App Store bilan Play Marketda hasharchi degan ilova chiqqan. Ish beruvchilar hammasi ish beryapti. Mana shunga chiqsanglar, vaqtincha ish deysizlarmi, doimiy ish deysizlarmi, barchasini topsanglar bo'ladi. Qani, ko'chirib oling ilovani. Ana ro'yxatdan o'tdingizmi? Ayol kishiga alohida, erkak kishiga alohida. O'zbekiston Respublikasida 12 ta viloyatda ham ishga tushadi. Boshqa viloyatga ko'chib borib qoladigan bo'lsangiz ham o'sha ilova orqali ish topsangiz bo'ladi. Rais buva, ish topildi. Men bora qolay. Bir pasda ish topilar ekanda, buni o'ylab topgan odam ham baraka topsin. Sizgacha ish kerakmi yoki ishchi kerakmi? Unda hasharchi ilovasini o'rnatib oling va bo'sh vaqtingizni unumli foydalanib daromad qiling.